Hozir tillachilarga olmani bo'yab olib kiraman. Agar o'xshamasa, keyingi safar iPhone'im olib kiraman. Amerikadan olib kelganman. Steve Jobs podarka qilganlar menga. Hisoblab bering. Endi вообще maynovatchilik qildinglar boru. Endi olmani ham olib keldinglar, men tishlanganini. Bu tillamas-ku, ko'rinib turibdi-ku, yaxshi odam. Qanaqasiga tillamas? Oldin tekshirib ko'ring. Siz tillachimisiz? Ha, tillachiman. Nimaga o'tiribman tillachi bo'lmasam bo'pti. Oldin tekshirib ko'ring. Ko'rinib turibdi-ku. Ko'rinib turibdi-ku tillamasligi. Ko'rinib turibdi-ku deyishingizni qarang. Tillamasligi ko'rinib turibdi. Mana tekshirib beraman ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun. O'tiravering bemalol. Xo'p. Mana olmiz analizi aytganimdek hech qanaqa tillasi yo'q buni. Olmani o'zini temir moddasi bo'lgani uchun temir ko'rsatyapti, и yana mayda-chuyda qanaqadir metallar. Xullas, o'xshamadi Steve Jobsdan suvenir. Xo'p, nech pulga olib qolasiz? Mana qarang, kraskalari ham yuqib ketdi qo'llarimga. Qotirib ham kelmabsiz kraskasini. Nech pul olmani kilosi? 30 mingmi, 30 mingga olib qolaman, tishlangan bo'lsa ham olmaysiz. Olmani kilosi bilan hisoblayapsizmi? Mana shuncha mehnatim ketdi. Chala qilibsiz mehnatingizni, bo'yaganingizni qarang, ustini qotirmasdan. Bo'pti. Mayli, sizga Steve Jobsdan podarka olib qoling, suvenir qilib qo'yasiz. Mayli, o'sha mehnatingizni hurmati bilan 50 ming beraman, rozi bo'ling. Mayli, xo'p.